Do'stlar, va nihoyat 21-avgustdan boshlab o'sha ko'hna va navqiron turniri Angliya Premyer Ligasining yangi mavsumiga start beriladi. Va kellik an'anamizga sodiq qolgan holatda bu mavsum APL chempionligi uchun kurash kutilayotgan 4 jamoani ko'rib chiqamiz. APL chempionligi uchun kurashda men Chelseaning imkoniyatlarini yuqori baholayapman. Nega? Chunki bunga sabab bo'ladigan 3 ta muhim jihat bor. Birinchidan, klub hech qanday xalqaro maydonda qatnashmaydi va o'z-o'zidan bor e'tiborini APL ga qaratadi degani. Ikkinchidan, klubda istiqbolli yoshlardan tashkil topgan ajoyib jamoa bor. Uchinchi va eng muhim jihat bu murabbiy bilan bog'liq. Aynan Alonsoni potensialini yuqori baholayapman. Shu bois Chelsea yaxshigina imkoniyatga ega deb o'ylayman. Bu kabi hit paradlar Unitedsiz bo'lsa, uyat bo'lardi. Keling, shu bois ularni ham bu ro'yxatga qo'shsak. Nega? Chunki Michael Carrick kelgach klub mental o'sishga erishdi va o'z-o'zidan natijalar ham yaxshilandi. O'z o'tgan mavsumni ham kuchli uchlikda yakunlay oldi. Faqat klub bu uchun avvalgidek stabil bo'lishi kerak. Ya'ni chempion bo'lgan mavsumdagi singari barqarorlik juda muhim. Va baribir yana asosiy ikki favorit City va Arsenal bo'ladi deb o'ylayapman. Nega aynan City? Garchi Pep Guardiola ketgan bo'lsa-da, uning o'rniga kelgan shogirdi Enzo Maresca nafaqat ko'rinishi bilan, balkim uslub jihatdan ham o'xshashib ketadi. Faqat Enzo ozgina hujumkorlikni yaxshi ko'radi va tabiiyki hujumkor jamoalar har doim xavfli bo'lgan. Va nihoyat chempionlik uchun kurashda asosiy favorit Arsenal bo'ladi deb o'ylayapman. Har holda Citydan kichik farq bilan bo'lsa-da ustunroq deb o'ylayman. Nega? Chunki klubdan chempionlik bosimi olib tashlandi va bu jamoaga o'z-o'zidan erkinlikni beradi. Baribir o'tgan mavsum natija bosimi bor edi va shu bois ehtiyotkor o'ynadi. Lekin eng muhim jihat ham aynan shunda. Jamoa yorqin o'ynaganda o'zini qanday tutadi?